Yo barchalarga salom bolalar, sizlar bilan har doimgidek Zeyron bolalar. Bugungi videomizda GG Standoff saytidan open case qilamiz bolalar. Ko'ramiz bu safar qancha UC chiqardi ketar ekanmiz bolalar. O'tgan videoda promokod orqali 1000 UC chiqargandik. Tak bolalar, ko'p odam tushunmadi, Telegramda savollar beryapti sayt haqida. Tak bolalar, sizlarga oldindan hisob to'ldirishni o'rgataman bolalar. Tak pastda plus bor, shuni bosasizlar. eBayda любой o'zbek kartalari bor, sizlar o'zingiz qulay tanlab, qulayini to'ldirsalaring bo'ladi. Masalan, men xumordan to'ldiraman bolalar, osonroq. Tak, masalan, menga o'xshab 2000, 3000 ga to'ldirmoqchi bo'lsalaring, sizlarga masalan promokod degan joyiga Zeyron qilsanglar, sizlarga 20% omad bilan 20% bonus qo'shib beradi. Ko'rishlar mumkin, 2000 ga aldi tashlayapman, 400 qo'shib beryapti. Meni promokodim sizlarga 400 qo'shib beradi. 2000 tashlasalang, baraban teknillantirishga beradi. Endi event bor bolalar, bu yerda erpsi case ochsalang oshadi. Keyin narsalar olsalang bo'ladi, ko'rishlar mumkin. Bu TT80 UC va bu yerda 3850 UC ham beradi. Keyin bu yerda qanaqa oshiraman desalang, case ochasizlar, event mini igrasi bor, shu yerdan ham tanlab oshirsalang bo'ladi. Tak, men hammasini topib qo'ydim. 7217 XP berdi. Endi ikkinchi muammomi, uchinchi muammo sizlarga aytyapman. Ko'p odam promokod ola olmayapti. Buni sababi akkauntlaringni leveli. Menda 195, hozir yangi akkauntga kirib ko'rsataman. Tak bolalar, mana bu yangi akkaunt promokod olinmayapti. Chunki sababini avatarim pastida, rasmni pastida 1 turibdi. Bu 1 level. Promokod olish uchun kamida 2-3 level bo'lishi kerak. Qiymat tashigan promokodni ola olasizlar. Xo'p, promokodlarni hozir videoga mana shu case'ga qo'yib ketaman. Akkauntinglar 3 level bo'lishi kerak bu case'ni olish uchun. Hozir ko'rsataman. Videoga qo'yib ketaman, 10 ta odam ola oladi. Keyin bilan case'larni bunaqa tashlayman bolalar Telegram kanaliga. Hozir Telegram kanalidan ko'rsataman. Tak. Mana bolalar Ranger case'ni ko'rasam 27 lik. Mana shu case'ga hozir videoga qo'yib ketganman. Sizlar ham tekinga o'tsalar bo'ladi, ko'rishlar mumkin. Chotki narsalar bor, sizlar ham tushirib Standoffga gol chiqarsalar bo'ladi yoki PUBG ga UC bolalar. Mana bolalar, bu men Telegram kanalim, ko'rishlar mumkin. Bu yerda men har kuni GG Standoffga promokodlar tashlayman. Bu yerda case'ga ham, yana HP ga olsalar bo'ladi, XP ga olsalar urovinglar oshadi, levelinglar. Mana bolalar, silkasini ko'rsatib ketaman. Bemalol o'tib promokodlar olsalar bo'ladi. Bolalar, masalan, men promokod tashlasam, mana shu bonus degan joyga o'tasizlar. HP ga ham, case ga ham. HP ga tashlasam, olsalang, urovinglar ham oshadi, levelinglar, keyin promokod ola olasizlar. Xullas, videoda to'liq tushuntirdim. Tushunganlar endi promokod olasizlar. Tak, biz PUBG ga o'tib olamiz. Standoffda videoning davomida ochib ko'rsataman undan ham. Tak, birinchi Diki Safari case'idan ochib ko'ramiz 500 galdiga. Yaxshi. Minus horg'ancha 130. 513 bizga 13 plus berdi. Tak, ko'ramiz, 300 ming so'm to'ldirganman. 300 mingga qancha UC olar ekanmiz. Tak, endi go mana shu case'dan 5 tali ochib ko'ramiz. 1400 galdiga. Davay, o'ziga necha beradi? Yaxshi. Plus qancha 311 uni qancha? 2200 ko'rishinglar mumkin. 1400 ga ochib 2200 olyapman. Bu 1800 UC mi bo'ladi bolalar. Tak, ko'rishinglar mumkin. 2500 galdini 3000 qildik. Free case'lar ham o'zi beradi, case ochsaling. Tak, endi bet arzonroq case'lar ham bor. O'zingizga balanslarga qarab ochaverasizlar. Transport case'idan 3 tali ochib ko'ramiz 1000 galdiga. Tak, minus berdi bu case. Chiqamiz. Tak, yana bitta o'rgatib ketaman, UC chiqarish. Qaranglar bolalar. Case ochasizlar, masalan sizlarga narsa tushadi. Mana men ochdim. HP ham berdi. Mana shu case ochsalar ham levelinglar oshadi. Xo'p, qancha bro? 1000 galdi tushdi. Masalan, tushgan narsani UC qilmoqchisizlar. Profil ustiga bosasizlar, mana получить UC. Shuni bosasizlar.
ID kiritasizlar va daleni bosib tichgan yoqasida bo'ldi. Mana bizga 660 UC beryapti Mingaldiga. Keyin подтвердить bossalang o'zi UC lar mana bu yerga keladi mana. Vыводga redeem kod bo'lib keladi mana. Keyin buni Midas bilan tashlab olsang bo'ladi. Tak bo'lmasa biz uni sotamiz. Ko'proq qilib UC chiqaramiz. Endi Standoffdan ochib ko'ramiz. Ko'rishlar uchun tekin keyslar o'zim ham olganman Telegram kanalimdan. Go mana shu upgrade nomer 2 dan ochib ko'ramiz. Bizga necha berayotgan yangi keys ekan bu. 399 ga ochdik. Bizga Mythic USP qancha bu? 873 ko'rishlar mumkin, просто sayt chotki beradi. Davay yana bitta. Davay. Nima beradi bizga? Statrak berdi. Bu menimcha minus bo'lsa kerak. 203. Bu katta minus emas. Yana bitta ochib ko'ramiz. Shu case tavsiya beraman. Shu case zo'r beradi. Voy, USB dan o'tib ketdi. Qancha bu Digo? 112. Ikkita yedirdi. Endi 3 tali bitta ochamiz. Bizga plus berish kerak. Tak, minus da уже qochamiz bu keysdan. Boshida berganda qochish kerak, ha. Tak, sayt silkasini kommentariyaga qo'yib ketaman. Kira olmasalar. Go bola risk ko'ramiz sizlar uchun. Bizga necha gol tushirgan. Tak, bizga qosa yaxshi edi. 491. Nima deysizlar? Chiqamiz endi. No bitta risk ko'ramiz bolalar, no risk no Ferrari. Videoyim cho'zilib ketmasin deyapman-da, biroz sizlarga to'liq tushuntirib berdim. Muammo bo'lsa kommentariyaga yozsanglar, keyingi videoda hal qilamiz. AVM niye bo'la tushdi? 2100. Qancha ochdik? Yaxshi, 600 plus berdi. Qochamiz bu keysdan. Saritsa Pesco keysidan bitta qoqamiz. Davay bolalar, nima bo'lsa bo'ldi, bizga xapalar ham beryapti. Levelimiz oshadi bolalar. Babichka tushdi, qancha bu? Qancha? 2000 ekanda. Kattamigan debman. Tak, 2000 galday qoldi. Masalan, mana 0 dan to'ldirsaning, mana tekin kesib beradi, bitta ochsaning 189. 0 promokod ham tekin case ham omad va 20% bonus qo'shib beradi. Ko'rishlar mumkin. Sizlar uchun hammasi. Tak, mana shu 799 dan ikkitali ochib ko'rmoqchiman. Shu yangi keyslar chotki beryapti chunki. Go. 1.5 galdiga. Birinchi qancha? 790 ming berdi. Nima qilamiz? Upgrade ko'ramiz. 205x ga. Tushmadi bu. Tak, endi 790 bor. Shuni qilib ko'rishimiz kerak. 2x ga qancha bo'ladi? Foyda bo'lmaydi, endi to'xtaylar. Sotaylik vallahi hozir. Keys ochamiz. $1400 bo'lsa pastroqdan Korolevskiy ochib ko'ramiz bolalar. Men kattaga stolosdagi videoni qiziqarli qilib beradi deyapman. Atak kichikroq normal kesirdan ochib ko'tarsalar bo'ladi. Tak, bizga minusda bu kukri 630. 900 balans bo'lsa nima ochamiz? 399 dan ikkita ochib ko'ramiz. 8 ga bizga necha berar ekan? Minus. Sotamiz. Tak. Nugo bola free case'larimizni ochib ko'ramiz. Bizga necha berar ekan?
Davay. Bizga Star Trek Dravashga berdi. 1200 bola ko'rishlar mumkin. Tekindan 780 UCD yani bu. Hop. Go va library nomer turdan yana bitta ochib ko'ramiz. Bizga ana endi ham normalniy AVM berish kerak. Davay jigar. Bu qancha bu endi? 1000. Upgrade qilamiz. Choq 70% ga. Perchatkaga. Tushdi. Sразу 200 oldik foyda bo'ldi. Endi sotib yana shu AVM keysini ochamiz. Endi ham berish kerak jigarlar. Go obunachilar uchun. Videoga like, kanalga obuna bosib qo'yinglar. Ko'rsatgan keysimga promokod qo'yib beraman video davomida. Yaxshilab ko'rsaling topasizlar bolalar. 832. Mana event bor. Shekkan promokod tashlayman. Men tashlagan promokod olsalaring bu oshadi. Keyin sizlar ham ko'rishingiz mumkin. Qimmat skilllar olsalaring bo'ladi, nojlar beradi bolalar. Tak bolalar, videoni tugatish vaqti keldi. Bitta risk qilib 900 balansga videoni tugatamiz bolalar. Mana sizlar uchun bor balansimga. Atak risk masalan, bemalol katta yuz olasizlar. Mana bizga kostyum tushdi. 540. Tak bolalar, sizlar bilan Zeyron bo'lib, bugungi videomiz ozgina omadsiz bo'ldi. Videoga like, kanalga obuna bosib qo'yinglar bolalar. Lekin promokodlar videoda yashiriladi. Hammaga xayr.